Agar tajriba uchun bir narsani ishni boshlasangiz, maqsad boshqa bo'lsa, o'shanda erishilyapti katta muvaffaqiyatga. Glавное, anaqada maqsadni pul qo'yib qo'ygan odam uzoqqa bora olmayapti-da, chunki aytishadi-ku, muhabbat bilan pul babichkaga o'xshaydi. U kapalakda, uni hech kim quvlab ushlay olmagan, qochib ketaveradi. Unga bog' yaratasiz, o'zi kelib bir kun qonadi o'sha bog'ga. Bu yerdagi bog' обязательно endi tajriba, ilm, bilim nima desangiz, uni yaratavering, o'zi bir kun kelib qonadi o'sha babichka. O'sha siz qidirayotgan narsa pul bo'lsa, pul ham o'zi kelib qonar ekanda. Sizga aytish osonda, anaqa Dubayda yashab olib bizga aql o'rgatyapti nimadir deyishingiz mumkin. Biz Toshkentda yo'qchilikdan kelganmiz-da. Kecha bir qo'shnim keldi, ahamiyat bergan bo'lsanglar, bir bola kutib turdi. Hayronman deb, to'g'rimdagi qo'shnimda, chunki ular bizga ovqat berishgan, ular bizga har kuni non choy berib turgan odamlarda. Salyut sotganlaring esingdami? Salyut sotganimiz Yunusobod Universitetida deyapti eshigida yangi yilda, hamma uyda yangi yilda kichkina bolamiz, 12 yashar, 11 yasharmiz. Hamma uyda yangi yilni kutib olgan vaqtda mandarin sanab o'tirganda biz salyut sotardik kechasi 3-4 gacha. Onam, men, ukalarim hammamiz. Biz hech qachon yangi yil kutmaganmiz. Eslasam o'zim ham kulgim keladi, yig'lagim ham keladi-da. Biz ham ko'rganmiz qiyinchilikni minusini ko'rganmiz-da. Endi tasavvur qila olmaydigan darajada. Lekin maqsadim faqat anaqa edi. Nima edi? Yo'q, men baribir kun qilaman, erishaman, bosh qilaman. 30 ga chiqqanni ham qilaman, 40 ga chiqqanni ham bo'laman. Kerak bo'lsa magistraturani 50 da o'qiyman. Nima farqi bor yoshi deb turib intildim. Bir 30 dan keyin, 31 dan keyin meni hamma o'rtoqlarim, hamma yaqin sinfdoshlarim, hammalik прекрасно bo'lishadi. Yurishdingmi? Qilibsan o'sha narsani, men aytdim, конечно, 10 yillik o'ta mehnat bor. Yana 10 yil qo'yish kerak ustiga xohlagan anaqa natijaga erishish uchun.